Aholining kam ta'minlangan va ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, ularning turmush sharoitini yaxshilash bugungi kunda muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda jamiyatda mehr-oqibat va hamjihatlik tamoyillarini mustahkamlashga qaratilgan xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan boshlangan ezgu ishlar doirasida Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi ko'magida Farg'ona viloyatida ham manzilli ijtimoiy yordam ko'rsatish tadbirlari davom etyapti. 2026-yilda shaxsan prezidentimiz tashabbusi bilan shu chekka hududlarda ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bo'lgan aholi qatlam vakillarini moddiy, ma'naviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida bir tashabbus bilan chiqishdi va mana shu tashabbusni amalga oshirishda nodavlat nochora tashkilotlariga ham ishonib topshirganligi bu o'zi quvonarli hol. Oltiariq tumanidagi Oqbuyra mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 74 yoshli Rahmonali Mirzarahimov yurak xastaligi bilan davolanmoqda. U xayriya tadbirlari doirasida belgilangan retseptlar asosida dori-darmon vositalari bilan ta'minlandi. Fayzobod mahallasida yashovchi aka-uka nogironligi bor Ilhomjon va Iqboljon Ahmedovlar holidan xabar olindi. Nogironligi bor shaxslarga maxsus aravachalarni olib berish orqali ularning hayot sifatini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Rustamjon Isoqov ham Oqbuyra mahallasida yashaydi. 2 nafar farzandi bor. Uzoq yillar sobiq shirkat xo'jaligida mehnat qilib nogiron bo'lib qolgan edi. Uning nogironlik aravachasiga muhtojligi o'rganib chiqildi. O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi Farg'ona viloyat hududiy bo'linmasi tomonidan Rustamjon akaga aravacha topshirildi. Prezidentimizga ming rahmat. 90 yil bo'ldi bugun. Rahmat hammalaringga, prezidentimizga. Rahmat. Sizlarga hammalaringga rahmat. Kelganlaringga. Xabar olishyapti, rahmat. Aholining kam ta'minlangan qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Oltiariq tumanining Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Muhabbatxon Ayarizqulova kasalligi tufayli bir joyda bo'lib qolgan edi. Unga nogironlik aravachasi topshirilganligi ayaning ko'nglini tog'dek ko'tardi. Prezidentimiz e'tiboriga katta rahmat. Jon sog' bo'lsin, xudo xolasa. Endi ishga chiqmaylarimiz topdi ularda. Bu jarayonlarni Muhabbat ayaning singlisi Dilbarxon opa kuzatar ekan, yurtimizda inson qadri ulug'lanayotganligidan mamnun ekanligini yashirmadi. Prezidentimizga rahmat, shuncha e'tibor qilgani uchun rahmat. Tanjalar sog' bo'lsin, doim duodamiz. Mana xudo xolasa opam olib chiqib, ko'chalarda aylantirib, kunini ko'tarib yuramiz. O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi Farg'ona viloyat hududiy bo'linmasi tomonidan shu kunga qadar 62 nafar kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berildi. Bunday g'amxo'rliklardan e'tibordan Farg'ona shahri Soybo'yi mahallasida yashovchi Nargizaxon Tillaboyevalar oilasi ham chetda qolmadi. Sharoitim og'ir edi. Xudo xolasa mana yordam berishdi. Rahmat, shunchalik yordam berganlaringga. Bu kabi ezgu ishlar aholi o'rtasida o'zaro hurmat, mehr-shafqat va insoniy qadriyatlarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bundan bir xulosa qilish mumkinki, o'sha viloyatimizning chekka hududlaridagi aholi vakillari ham o'sha chetda e'tibordan chetda qolmaganligini o'zingiz mana ko'rdingiz. Odamlar qanchalik xursand, prezidentimiz haqiga duolar qilishdi. Jamiyatda ijtimoiy adolatni ta'minlash, inson qadrini ulug'lash va aholining turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan savobli ishlar ko'ngillarni yorityapti.